Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu sinxronizatsiya mexanizmlari. Sinxronizatsiya mexanizmlari ko'p ipli dasturlash muhitida hisoblash jarayonlarining izchilligini va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlashda asosiy ahamiyatga ega. Mutex va semafore kabi primitivlar umumiy resurslarga kirishni boshqarib, raqobatli holatlarni kamaytiradi. Barrier esa bir nechta iplarning bajarilish bosqichlarini muvofiqlashtirish orqali parallel jarayonlarning uygun ishlashini kafolatlaydi. Lotlar yordamida ma'lumotlarning to'g'riligini saqlash va kondision holatlarining oldini olish tizim ishonchliligi va barqarorligini oshiradi. Sinxronizatsiya mexanizmlari ko'p ipli dasturlashning asosiy tarkibiy qismidir, chunki ular umumiy resurslardan foydalanishni nazorat qiladi va ma'lumotlarning izchil holatda saqlanishini ta'minlaydi. Mutex va semafore kabi mexanizmlar resurslarga cheklangan kirishni boshqarish uchun qo'llaniladi. Barrier esa iplarning bajarilish bosqichlarini muvofiqlashtiradi. Turli turdagi lotlar ma'lumotlar yaxlitligini kafolatlaydi. Kondision holatlarni bartaraf etish esa parallel tizimlarning ishonchliligi va barqarorligini oshiradi. Kondision muammosi ikki ip bir vaqtning o'zida umumiy hisoblagichni oshirganda yuzaga keladi. Sinxronizatsiya yo'qligida natija noto'g'ri bo'ladi. Masalan, ikkala ip hisoblagichni oq deb o'qib, birga oshirsa, natija bir bo'ladi. Bu hatto bank tizimlarida noto'g'ri hisoblar va ma'lumotlar bazasida izchillik yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Mutex yoki o'zaro istisno mexanizmi faqat bitta itga resursga kirish imkonini beradi. Bu sinxronizatsiyaning eng oddiy usullaridan biri bo'lib, kritik bo'limlarni himoya qiladi. Ownership prinsipi faqat mutexni egallagan ip uni bo'shatishi mumkinligini ta'minlaydi. Qulflash mexanizmi lock va unlock operatsiyalarini taqdim etadi. Mutexning afzalliklari orasida kondision oldini olish va ma'lumotlar yaxlitligini saqlash kiradi. Bu oddiy implementatsiya bilan birga keladi. Kamchiliklari esa starvation xavfi, busi-writing muammosi va deadlock ehtimolini o'z ichiga oladi. Bu muammolar dastur samaradorligini pasaytirishi mumkin. Semafore resurslarni boshqarish uchun integer o'zgaruvchi sifatida ishlaydi. Wait operatsiyasi resursni olishda semafore qiymatini kamaytiradi, signal V esa oshiradi. Binary semafore mutexga o'xshab faqat bitta itga ruxsat beradi. Taunting semafore esa ko'p resurslarni boshqarib, bir nechta itga parallel ishlash imkonini beradi. Avtoturargohda 5 ta bo'sh joy mavjud bo'lib, semafore qiymati 5 ga teng. Har bir mashina kelib joy egallaydi. Joylar tugagach, semafore qiymati oq bo'ladi va mashinalar navbatda kutadi. Joy bo'shagach, semafore qiymati oshadi va navbatdagi mashina kiradi. Bu resurslarni adolatli taqsimlash va kondision oldini olishni ko'rsatadi. Mutex va semafore o'rtasidagi asosiy farq ownershipda. Mutex faqat bitta itga ruxsat beradi va faqat o'sha ip uni bo'shatishi mumkin. Semafore esa ownership talab qilmaydi, har qanday ip signal bera oladi. Mutex bir vaqtning o'zida faqat bitta itga ruxsat beradi, semafore esa bir nechta itga parallel ishlash imkonini beradi. Lock mexanizmi kodning muhim qismini himoya qiladi. Bu mutexning umumiy nomi. Faqat bitta ip lockni oladi, agar band bo'lsa, boshqa iplar kutadi. Lock olish atomik bo'lishi kerak. Ip kritik bo'limda ishlagach, lockni bo'shatadi. Keyin kutayotgan iplar navbat bilan ishlaydi. Ba'zi locklar rekursiv funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Spin lock. Bu lock olish uchun ip doimiy ravishda tekshiradi va aylanma kutadi. Busi-writing deb ataladi. Bu mexanizm kernel darajasida, qisqa muddat kutishda foydali, lekin foydalanuvchi darajasida samarali emas. Busi-writing bu vaqtini behuda sarflashi va energiya iste'molini oshirishi mumkin. Barrier mexanizmi barcha iplar ma'lum bosqichga yetguncha kutib, keyin bir vaqtda keyingi bosqichga o'tishini ta'minlaydi. Bu sinxronizatsiya parallel hisoblashlarda muhimdir.
Har bir ip mustaqil ishlaydi, lekin baryer nuqtasida to'xtab, sinxronlashgan holda davom etadi. Bu esa natijalarni izchil saqlaydi. Baryerning amaliy qo'llanilishi matritsa ko'paytirishda muhimdir. Katta matritsa kichik bo'laklarga bo'linib, har bir ip mustaqil ishlaydi. Hisoblashlar tugagach, iplar baryer nuqtasida to'planadi. Sinxronlashgach, keyingi bosqichga o'tib, ma'lumotlar izchilligini ta'minlaydi. Har bir iteratsiyada baryer ma'lumotlar yangilanishini kafolatlaydi. Ratio-tonditsion oldini olish uchun bir nechta usullar mavjud. Mutex va lotk yordamida kritik bo'limlarni himoya qilish eng oddiy usul bo'lib, faqat bitta itga resursga kirish huquqi beradi. Semapxore boshqaruvi esa resurslar sonini nazorat qiladi. Atomik operatsiyalar Lot-Frey algoritmlar bilan xavfsiz kod yozishni ta'minlaydi. Ratio-tonditsionlar ma'lumotlarning buzilishiga olib keladi. Bu esa ma'lumotlar bazasida yaxlitlikni yo'qotadi va noto'g'ri natijalar keltirib chiqaradi. Dastur kutilmagan holatlarga tushib, ishdan chiqishi yoki muzlashi mumkin. Tiklash qiyin bo'lgan noni xatolar debugging jarayonini murakkablashtiradi. Ba'zi hollarda xavfsizlik zaifligiga aylanishi mumkin. Sinxronizatsiya mexanizmlarining samaradorligi dastur tezligiga ta'sir qiladi. Haddan tashqari sinxronizatsiya tezlikni pasaytiradi, kam sinxronizatsiya esa xatolarga olib keladi. Oddiy mutex operatsiyalari markaziy protsessor qurilmasi vaqtining kichik qismini oladi, lekin kontekst almashinuvi katta xarajat keltiradi. Finnegrainet, Lotking va Lot-Frey algoritmlar samaradorlikni oshiradi, lekin murakkablikni oshirishi mumkin. Sinxronizatsiya mexanizmlarini tanlashda resurslar soni va turi muhim. Bitta resurs uchun mutex yetarli, ko'p resurslar uchun semapxore afzal. Iplar soni va ularning o'zaro ta'siri ham e'tiborga olinadi. Xavfsizlik va samaradorlik o'rtasida muvozanat topish zarur, murakkablik darajasi esa kodni qo'llab-quvvatlash qulayligini belgilaydi. Producer-tonsumer muammosida producer ma'lumotlarni yaratib navbatga qo'yadi, tonsumer esa ularni iste'mol qiladi. Sinxronizatsiya yo'qligida navbat tolib ketishi yoki bo'sh bo'lganda xato yuz berishi mumkin. Yechim uchun mutex navbatga kirishni, semapxore bo'sh joylar va tayyor elementlar sonini boshqarishni ta'minlaydi. Senatebus muammosi sinxronizatsiya muammosini hal qilish uchun bir nechta mexanizmlarni talab qiladi. Yo'lovchilar bekatda kutib, semapxore orqali hisoblanadi. Avtobus yetarli yo'lovchilar to'planguncha kutadi va signal beradi. Mutex yo'lovchilarning tartib bilan chiqishini ta'minlaydi. Baryer nuqtasida barcha yo'lovchilar avtobusga chiqqani tasdiqlanadi. Shundan so'ng avtobus jo'naydi. Zamonaviy texnologiyalar sinxronizatsiya yondashuvlarini yangilashni talab qiladi. Lot-Frey va White-Frey algoritmlar xavfsiz va samarali ishlashni ta'minlaydi. Atomik operatsiyalar zamonaviy protsessorlarda samaradorlikni oshiradi. Ko'p yadroli va tarqatilgan tizimlar uchun yangi protokollar ishlab chiqilmoqda. Yangi texnologiyalar yangi imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Sinxronizatsiya mexanizmlari zamonaviy ko'p ipli dasturlashning asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi, chunki ular ratio-tonditsion, ma'lumotlar buzilishi va noto'g'ri bajarilish holatlarining oldini olishga xizmat qiladi. Dastur arxitekturasida to'g'ri sinxronizatsiya usulini tanlash ishonchlilik, barqarorlik va funksional xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, samaradorlikni pasaytirmaslik uchun ortiqcha sinxronizatsiyadan qochish, minimal bloklash yondashuvlarini qo'llash va testlash orqali potensial raqobat holatlarini aniqlash muhim hisoblanadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.